Do'stlar, uzunliklar haqiqatdan ham xurmo yetishtirish bo'yicha ustasi Farangiga mana men hozir yana bir bor amin bo'lib turibman. Keling sizga bir narsani ko'rsatay. Xurmoni bunaqasini men birinchi marta ko'rishim, to'g'risi. Qarang. Qanday shaklda. Men bu shakldagi xurmoni ko'rmaganman. Konussimon deydi menimcha buni. Buni to'g'risi nomini qanday ekanligini bilmadim. Xonadon egalaridan so'rasam, ular ham aytishmadi. Bundan taxminan 3 yil oldin vodiydan olib kelib ekkanmiz dedi. Mazasini ham ko'ramiz. Tashqi ko'rinishi, rangi chiroyli, lekin bilmadim mazasi qanday ekan. Biz qidiradigan shokoladli xurmomikan yo limonli? Ko'ramiz. Tashqi ko'rinishini ko'rib, ichi xom chiqadi deb o'ylagan edim, lekin o'zimiz asosan yeydigan xurmolardan ko'ra ancha mazali va qattiq ekan. Aynan eksport bob desak ham bo'ladi, sababi o'z shaklini, o'z yumshoqligi, sifatini ancha vaqtgacha yo'qotmaydi bunday xurmolar. Menga bu xurmo juda ham yoqdi. Mazasi ancha doimiy yeb yuradigan xurmolarimizdan ko'ra shirin ekan. Agarda bozorda mana shunday xurmolarni ko'radigan bo'lsangiz va o'zimiz doimiy oladigan xurmo bilan birgalikda bu xurmoni ham uchratib ikkalasini o'rtasida tanlov qilmoqchi bo'lsangiz, mening shaxsiy maslahatim aynan mana shu konussimon xurmoni tanlang. Sababi bu menimcha ko'proq shakarga boy va shaklini, sifatini uncha ko'p ham yo'qotavermaydi va mazaliroq ekan.